O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati mahalliy hokimiyat vakillik organlari faoliyatini kengaytirishga ko'maklashuvchi komissiyaning joriy yil 11 avgustdagi eng namunali mahalliy kengash tanlovini tashkil etish to'g'risida qabul qilgan qarorga muvofiq viloyatimizda o'tkazilayotgan seminarlar davom etmoqda. Sharof Rashidov tumanida tashkil etilgan tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Dastlab mahalliy kengashlar kotibiyati mudirlari hamda xalq deputatlari viloyat va Sharof Rashidov tuman kengashi deputatlari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Unda eng namunali mahalliy kengash tanlovining maqsad va vazifalari, bugungi kunda mahalliy kengashlar oldiga qo'yilayotgan muhim talablar hamda aholi murojaatlarini o'rganish va uni hal etishda xalq deputatlari mahalliy kengashlarning ishtiroki haqida so'z bordi. Seminar davomida tuman kengashi tomonidan olib borilayotgan ishlar to'g'risida videorolik namoyish etildi. Seminarning amaliy qismida ishtirokchilar tumandagi bir nechta ijtimoiy obyektlari faoliyati bilan yaqindan tanishishdi. Dastlabki manzil Jizzax muruvvat nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ayollar internat uyi. Ma'lum qilinishicha, 300 o'rinli mazkur muruvvat uyida bugungi kunda 286 nafar o'zgalar ko'magiga muhtoj bo'lgan psixologik nogironligi bor xotin-qizlar yashaydi. Mas'ullar tomonidan bu yerda yaratilgan sharoitlar, nogironligi bo'lgan va vasiylikka olingan xotin-qizlarning yashashi, ijtimoiy moslashuvi va ular orasida sog'lom hayot tarzini ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Qayd etilishicha, internatdagi ayollarni foydali mehnatga jalb etish orqali ijtimoiy hayotga moslashtirish maqsadida 10 ga yaqin to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Seminar ishtirokchilari internatdagi xotin-qizlar bilan suhbatlashib, qo'l mehnati bilan yaratilgan mahsulotlarni ko'zdan kechirishdi. Keyingi manzil tuman markazida joylashgan maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli ilk rivojlanish markazi bo'ldi. Ushbu markaz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 14-iyuldagi 439-sonli qaroriga asosan ochilgan bo'lib, maskanda 140 nafar tarbiyalanuvchi bolalar qamrab olingan. Tuman hokimligida, ya'ni kengashda yig'ilib, kengashda olib borilayotgan faoliyat bilan tanishdik. Ancha ishlar qilingan, deputatlar faollashgan. Undan tashqari, mana bugungi seminarda bu yerda muruvvat uyi bor ekan, hammamiz bordik. Albatta ta'sirli, lekin u yerda bo'layotgan sharoitlari yaxshi. Endi avvalo hech kim bunaqa joylarga borg'ili qilmasin. Lekin ularni ham shu jamiyatga qo'shilish uchun keng ko'lamda bir yaxshi ishlarni amalga oshirayotganini guvohi bo'ldik. Qolaversa, bu yerda ilk rivojlanish markaziga tashrif buyurdik. Haqiqatda bu yerda ham farzandlarimizga sharoit yaratib berganligini guvohi bo'ldik. Navbatdagi 32-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining bugungi kundagi faoliyati ham seminar ishtirokchilarida katta qiziqish uyg'otdi. Qatnashchilar maktabda tashkil etilgan jasorat sinfi o'quvchilari bilan suhbatda bo'lib, bu kabi jasorat sinflari o'g'il-qizlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda katta o'rin tutishini ta'kidlashdi. Shuningdek, umumta'lim maktabidagi kutubxona va elektron kutubxona faoliyati ham ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Maktab kutubxonasi o'zining 3200 dan ziyod kitob fondiga ega bo'lib, elektron kutubxona esa internet tarmog'iga ulangan. 13 dona so'nggi rusumdagi zamonaviy kompyuter jihozlari bilan ta'minlangan. Seminar davomida maktabgacha ta'lim va maktab bo'limi qoshida tashkil etilgan jasorat maktabi bilan ham tanishdik. Ilk qaldirg'ochlari bilan gaplashdik. Tarbiyalanayotgan yoshlarimizni vatanga bo'lgan mehri, muhabbati, fidoyiligi o'sib borishini ham bugun biz o'quvchilarimiz bilan suhbatlashayotganda shu narsani ham bildik. Undan tashqari jasorat maktabida elektron kutubxona ham tashkil etilgan. Barcha kerakli yoshlarimiz uchun, kerak bo'lsa o'sha ustozlarimiz uchun ham kerakli bo'lgan milliy va shu bilan birga xorij davlati adabiyotlari bilan ham ta'minlanganligini guvohi bo'ldik. Bu yerda Sharof Rashidov tumanidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumta'lim maskanlaridagi sharoitlarni yaxshilash hamda ta'lim dasturlari bo'yicha ham ma'lumotlar berildi. Ma'lumot uchun mazkur seminarlarni viloyatning qolgan hududlarida ham o'tkazish rejalashtirilgan.